Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Asadbek Gaming. Bugungi videorolikimizda biz Brawl Stars'da yangi kelgan sezon keldi mana. O'zingizlar ko'rib turganingizdek, mana shu sezonda endi kubogimizni ko'taramiz. Qaysi kartada hali ko'tarishimiz noma'lum. Xo'sh, biza birinchi nima bayis olsak bo'ladi? Yaxshisi kelinglar, mana shu yangi kelgan Phoenix Brawler'ini ko'taramiz. Brawl Ball rejimida ko'tarib ko'ramiz. Hamma rejimda o'ynab ko'ramiz, mana shu Phoenixda. Qani qaysi rejimga yaxshi mos tushar ekan? Phoenixda o'ynab ko'raylikchi, xo'sh. Hamma rejimda bitta o'ynab chiqsa yaxshimi yoki boshqa brawlerlarda ham o'ynaymizmi? Nima deysizlar? Xo'sh. Hali kubogi pas, unchalik zo'r o'ynaydiganlar tushmaydi. Botlar, ko'pincha botlar tushadi. Bunaqa nagli avtoataka qiladiganlar tushadi. Lekin bu brawlerda menga eng yoqqan tomoni ultasi bo'ldi. Ham qaranglar. Ultasidan turib otsanglar juda tez o'tadi, boshqani o'qini sekin. O'sha boshqani o'qidan bemalol qochsanglar bo'ladi-da, xullas. Menga shu tomoni juda ham yoqdi lekin. Xo'sh. Botlarga gol urmayapmiz. Eng qizig'i meni sheriklarim ham botda. Shuning uchun gol urmayapmiz. Bittaman odam bu yoqda. Mana qara. Tepmaydi. Voy, arang urdi o'zi ham. Xo'sh, bunday yo'q qo'yamiz. Tara qarang, otishga qarang. Bemalol qochib ketsanglar bo'ladi o'qidan. Juda yoqdi menga bu odam. 7-silada ham juda kuchli ekan. Luffy degan gol urardi. Xo'sh, bolalar, oldingi videorolik ham 150 ta prosmotrdan oshibdi. Like'larni juda kam bosgansizlar, shuning uchun videorolikda hozirdanoq like bosib qo'yishni unutmanglar. Oldingi videorolikda 6 tami 7 ta like yig'ilgan, 150 kishidan ko'p odam ko'rgan. Haqqoniy emas-da bu bolalar. Like ham bosib qo'yinglar, komment yozinglar. Bundan faqat xursand bo'laman. Ana biz 170 ta obunachi ham bo'lmiz. Endi 200 ta obunachiga harakat. Shu videorolikda hamma obuna bo'lsa, 200 ta ham bo'lib ketardik. Bir xapa qolib ketadi. Shu juda yoqadi mana shu brawler ham. Voy. Frank joni yomon ko'pay. O'ynab kulib gol urishadi. O'ynab kulib gol urishadi. Ketdi. Yong'irlar nagli kelishini. Oy. Mana shu qanotdan hujum qilamiz davay. Davay ketdi. Bir kishini o'ldirardim. Yomon emas, hozircha unchalik ham yomon emas. Shu tarzda davom etsak, yaxshigina kubok ko'taramiz. Qochamiz. Kerakli vaziyat. Voy. Gol urgan joyini qaranglar. Shunday bir chek urib qo'yadi. Lekin haqiqatan unchalik ham o'ynashmadi. Xo'sh, nimada o'ynasak bo'ladi? Kalletda o'ynaymiz. Solo rejimda o'ynab ko'raylikchi. Endi xo'sh. Kimlar tushdi? Botlamas. Yaxshi, unchalik yomon emas. Xo'sh. Bu yerda kim bor ekan? Spike bor ekan. Voy. Spike mendan kuchli ekan. Spike yaqindan juda kuchli. Uzoqdan ham yomon emas, shuning uchun
Spike'ga tashlash sal xavfliroq. Atak, menda gadjetim bor. Anaqasiga cho'q. Voy. Qoch. Aytaman, u Spike'ga tashlash xavfli ancha. Spike'ni boshqasi o'ldirib yuborar. Ungacha biz mana shu yerda o'tiramiz. Ayo, Krisali yaxshi odat emas. Voy, tegmaganim ma'qul. Bankam ikkita bo'ldi. Spike asabga tegayotganda o'ldirib yuboramizmi? Cardillis gaz top kirib ketdi. Mani yaqinimdan chiqib qolmasligi uchun ketishim kerak bu atrofda. Chiqdi gaz. Xo'sh. 2400 dan uryapti. Yomon emas. Lekin unchalik uzoqqa otmaydi, Kallet eng yomoni shu. Unchalik uzoqqa otmaydi. Spike boradi, ha? Spike yo'lda borligi esimdan ham chiqib ketibdi. Ultam bekor ishlatib yubordim deb o'tirdim. Spike okaga ishlatib yuborgan ekanmiz. Spike yana asabga tegishni boshladi. Voy, shunaqa ham Krisa bo'ladimi? Umrimda bunaqa Krisa odamni ko'rmaganman. Xo'sh, bu kartaga Kallet yomon emas. Kalletda o'ynashda davom etamiz. Xo'sh. Keyingi videorolikda bolalar bironta brawlerni 1000 kubik qilib, max tier qilib chiqarishga harakat qilaman. Bu videorolikda просто tak kubik ko'taraman. Xo'sh. Gadjetini ishlatdi. Men bu bankani olib surish kerak. O'ldirib qo'yasiz, aka. Zonani mana bu tomondan aylanib o'tib ketmoqchi edim. O'xshamadi. Xo'sh. Endi nima brawlerda o'ynasak bo'ladi? Kubaga sal balandroqlarda ham o'ynaymizmi? Xo'sh. 11-siyla Griff'da o'ynaymiz. Как раз 11-siyla ekan. Xo'sh. Kuchlilar tushdi har doimgidek. Mana shu yerdan sekin shili chiqib qolmasa bo'ldi. Boshqasini eplaymiz. Dinamayk kelarmikan? Dinamayk ham kelmadi. Qo'rqdi bola bizdan. Bankalarni olamiz. Xo'sh. Mana bu yerda Lili turibdi. Mana bu yerda Dinamayk turibdi. Lili mani oldimga kelishi mumkin, shuning uchun sal qochamiz. Men bu yerga borgan bo'lsa kerak desam, u yerda ham emas ekan. Voy. Dinamayk nomardlarcha o'ldirib yubordi. Voy, esiz. Endi nima odamda o'ynasak bo'ladi? Xo'sh, endi Villowda o'ynaymiz. Kubogam 34600 bo'pti. Xo'sh, 35000 bo'ladi yaqinda. 35000 bo'lsa cho'tki bo'lardi. Mana tolqa botlar tushdi. Gapimga javob beraman, shu yerdagi hamma bot. $600 olar ekanmi, jon? Bitta bankani oldik. Xo'sh. Men bularni ham olish kerak.
Ikkalasiga tegizib bo'ladimi? Yo'q. Oho, ancha kuchayib ketdi. Endi kelsin qani. Bitta joyda turaveradi. Ota-onamni farqi yo'q bunga. Xo'sh. Top 3-o'rinmi shunaqa? Davom etamiz. Internetim qotib qoldi. Xo'sh. Xo'sh, davom etamiz. Men bankani olamiz. Naq 5 ta o'qim ketar ekan bankani olishga yoki 4 tami shunaqa. Banka olish qiyin bo'lib ketadi. Xo'sh, Phoenix Brawler'ni qo'llaymiz hozirda. O'ldirish kerak. Men bu yerda bu bor. Nimaga tegmayapti bo'yi? Chetda qo'ygan ekan kirisa. Phoenixga otamiz. Voy, o'ldirishdi meni. Esa 150 pul qildik buni ham. Hadi 14 bilsmi? Endi o'ynaymiz. Xo'sh. Bo'lmaydi. Endi yaxshisi 5 ga 500 bol kartasi o'ynaymiz. Xo'sh. Nima brawlerda mana shu brawler. Xo'sh. Belmada shunaqa. Shu brawlerda o'ynaymiz. Xo'sh. Evet. Xo'sh. Otamiz bu yoqda. Temada o'qigan. Xo'sh. Otamiz. Temada. O Colorado. Yomon. Belam yomon brawler emas ekan. 8-yil belam. Voy. O'q temada eng qizig'i. Ammo kimda? Men deyman. Bizlarga to'ypasin chiqdi. Yangi chiqdi ko'rdingizlar. Aftina. Foydasi yo'q bo'ldi. Yo'laga matamiz. Gol bo'ladimi? Gol yaxshi. 5 ga 5 kartasida gol urdik. Yomon emas. Endi chiqamiz. Boshqa brawlerlarga o'ynash kerak. Endi qaysi kartada o'ynaymiz? ES kartasida o'ynaymiz. Jesse Brawler ES kartasida o'ynaymiz. ES kartasi ham yomon karta emas. Ko'ramiz, yaxshimikan, yomonmikan karta. Qani xo'sh. Jesse'ni ultani to'ldirishim kerak. Ultam to'lmayapti.
Voy, to'lmayapti pultim. Xo'sh. Men bu yoqqa olamiz. Men bu yoqqa otib tashlash kerak. Xo'sh. Hamma bu yoqqa otib tashlash kerak. Почти bazasini joni qolmadi. Bitta tichka. Va bo'ldi. Biza yutdik bolalar. Xo'sh bolalar, videorolik sizlarga yoqqan bo'lsa, like, komment yozib qolishni, menga keyingi videorolik nima haqida bo'lishini kommentariyga yozib qoldiringlar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Asadbek Gaming bo'ldi. Hammaga xayr do'stlar.